7 bab. Padşah Uzziyanның nəvrisi, Yotamның oğlu Ahaz, Yahudiyada padşah bolğan məzgildə, Aram padşahı Rezin bilən Remaliyanın oğlu, yəni İsrailiya padşahı Paqah, Yerusalimğa uruş açdı. Biroq g'olib kelolmadi. Aram bilən şimaldakı İsrailiya padşahlıqının ittifoqdosh bolğanlığı to'g'risidagi xabar Yahudiyadagi padşah ordusiga yetib kelganda, Ahaz padşah va barliq xalq qo'rqinidan bo'ronda silkingan daraxtlardek titrab ketdi. Parvardigor Yashayaga mundaq dedi: O'g'ling Shiyar Yoshubni elib, Ahaz padşah bilan ko'rishib, uningga so'zimni yetkizgin. Sen uni yuqoridagi ko'lchakka suv quyiladigan o'stangning oyig'idan, ya'ni kir yuydigan dalog'i boradigan yo'lning bo'yidan topalaysan. Uningga aytqin: ehtiyot qil, jiddiylashma va qo'rqma. Aram podshohi Rezin va Remaliyaning o'g'lining g'azabidan bo'shab ketma. Ular xuddi o'ti o'chgan o'tinning isidir. Aram podshohi va Remaliyaning o'g'li suiqasd planlab, Yahudiyaga hujum qilib, xalqni vahimaga selib, u ya'ni ishg'ol qilayli. Keyin u yerga Tabialning o'g'lini podshoh qilib tiklayli deb. Biroq men eganglar Parvardigor shundoq deymanki, bu hargiz amalga oshmaydi, ham hech qachon bundoq ish yuz bermaydi. Chunki Damashq shahri Aramning beshi bo'lsa-mu, lekin Damashqning beshi bo'lgan Rezin faqat bir ojiz bandu. Shimoldagi İsrailiya podshohligimu 65 yil ichida bit-chit qilinib, xalqimu yo'q qilinadi. Samariya shahri İsrailiyaning beshi bo'lsa-mu, lekin Samariyaning beshi bo'lgan Remaliyaning o'g'li faqat bir ojiz bandu. Agar sen e'tiqodingda ching turmasang, put tirab turolmaysan. Parvardigor Yashaya orqali Ahaz podshohga yana mundaq dedi: Mening aytgan bu so'zlarimning cho'qim amalga oshadiganligini bilib, ishonishing uchun mayli bu qanchalik mo'jizalik ish bo'lsa-mu, sen men Parvardigor Xudodan bishorat tila. Biroq Ahaz Yashayaga: Men so'ramayman, men Parvardigorni sinamayman dedi. Yashaya javoban mundaq dedi: Hey, podshoh Davudning avlodlari, quloq selinglar. Xalqni bezdirguninglar yetmagandek, endi Xudonimu bezdirmoqchimu? Undaqda Parvardigor o'zi sizlarga shundoq bishorat berdi. Yosh qiz homildor bo'lib, bir o'g'il tug'di. U bolaga Immanuel deb ism qo'ydi. Bola oq qorini farq etalgudek bo'lguncha suzmi bilan bol yeydi. Bola oq qorini farq etalgudek bo'lgan vaqtgacha sizlarni vahimaga solgan ikki podshohning zemini burun tashlandiq yerga aylanadi. Parvardigor sening beshingga shundoqla xalqingga va xon jamaatingga İsrailiya Yahudiyadan bölünüp chiqqandan buyon yuz berib boqmagan shundoq bir kunni solidi. U Assur podshohini boshlab keldi. U vaqt kelganda Parvardigor Misr va Assur qo'shinlarini pushtak chelib chaqirib keldi. Ular xuddi chivin va harladek yopirilib kelib zemininga yepishidi. Ular kelib tik jiliqlarga, qiya toshlarning oraliqlariga,
çatqallıqlarga və yaylaqlarga joylashidi. U vaqt kelganda Parvardigor Assur podshohini ishqa soludi. U Parvardigorning qo'lida xuddi Firat daryosining u qetidan ijaraga elib kelingan ustirg'i o'xshash chechingni, putingning tuklarini va soqilingni tushirib tashlaydi. U vaqt kelganda odamlar bir yosh inak va 2 o'shkinila tirik saqlab qolalaydi. Ular ko'p sut berganlikdan bu odam süzmi yeydi. Şu ziminda qolganlarning hammasimu süzme ve bal yeydi. U vaqt kelganda ming kumush tangiga barobar keladigan, minglagan taklari bor uzumzorliqlar ozg'an ve tikanlikka aylanadi. Odamlar u yerga ovlash uchun o'qyolarini ilib boradi. Chunki butkul zeminni ozg'an ve tikan qaplab ketgan bo'ladi. Burun terilgan idirliqlarga endi borolmaysan. Chunki ozg'an ve tikandin qo'rqsan. U yerlar kala ve qo'y o'shkilar o'tlaydigan yerga aylanadi.